Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Bugun mana 17-iyul 2026-yil navbatdagi Labo'gam chiroyli bo'lgan tunikani o'rab oldik. Laboni egalari Farg'ona viloyati Bo'yda tumanidan kelibdilar. Nomerlari tanigan bilganlar like bosib qo'yasizlar. Bu laboni ichiga polni shumka tunika o'rab berganmiz. Mana bu joyga mana sandiq qo'yilyapti. Shogird bolalarimiz ichlariga shumkalar yopishtirib klopga qilib mana taylargacha 1,5 sm ichkari qaytgan holatda bo'ladi. Ochganda qo'lda kesmaydi, ilmaydi. Tak tomoni ham shunaqa mana samolyot zaklopkalar yo'q, tak tomondan uriladi. Mana bu joylarda kontinent pollari bor. Penaplekslar bor. Bu narsalar qattiq teksa hech qanaqa bukilmaydi, qirilmaydi. Polni holatda to'sib turadi. Albatta o'zini to'smaydi, o'rtalarini ham to'sadi. Yo'llarigacha kelgan penaplekslargacha bor. Bizda alohida orqasiga dulg'alari bor, ko'rgansizlar. Tepasiga bagaj, решетkalar bor. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana shu ekrandagi raqamlarga telefon qilaverasizlar. İşleydi. Mana shu raqamlarimiz. Ikkinchisi mana bu raqamlarimiz ishlaydi. Manzil Farg'ona viloyati, Bog'dod tumani, Bordon qishlog'i svetofor yaqinida bo'ladi. 1 soat 1,5 soat ichida o'rnashtirib qotirib beramiz. Kamchilik xatolar bo'lsa albatta kommentariyga yozinglar. Do'stlar, yaqinlarga Labo'gan aka-ukalar jo'natishni unutmanglar. Poliga rezinka desa rezinka, tunika desa choksiz tunikalari ham bor. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Kuzatishda davom etinglar. Obuna bosinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.